Oyog'ini ish pulida. Oqyoq. Bu tak. Bu 100 ming aka. Yozib berasiz. Hozir. Ya aka tashlab chiqib ketavering, esingdan chiqib qoladi. Ya olib chiqib beraman uyga kirib aka. Xo'p. Mana aka. Xo'p, sizdan aka общий 55 ming bo'ldi. 55 ming? Ha, paketga solib beraymi? Ha, paketga solib bering. Mana aka. Paket yo'q ekanda. Aka, yonimda 50 ming pul bor aka. 5 ming mashinadan olib beraman. Bo'laradimi aka? Ya qo'yavering aka, yo'l ustida tashlab ketaverasiz. Ya aka, hozir Yo'l tushib qolsa. Ya mashinadan olib beraman aka, turib tursin narsa. Hozir aka. Ay yo'li tushib qolsa tashlab ketaverardingiz va xo'p. Necha pul o'tdi? Mana shuni hisoblab bering. Xo'p, aka 30 ming bo'ldi. O'tgan safar esingizda bo'lsa 100 ming nasiya qilib chiqib ketdingiz. Qanaqa 100 ming? Ikkita noli bor 100 ming. Mana Bekka yozib berganman men Husniddin 100 ming qarz deb, nasiya deb. siz adashyapsiz-da, menimcha boshqa Husniddinni menga o'xshatyapsiz. Men siz do'koningizga endi kirib, endi ikkita so'rayotgan bo'lsam, qanaqasiga meniki bo'ladi? Nasiyaga olib sizlar yaxshi-yu, nasiya berib men yomon bo'ldim. Men aytdim, esingdan chiqib qoladi dedim men. Nasiyaga olib maza qilib yeyapsizlar-u, keyin biz yomon bo'ldikmi? Yomonsiz-da. Eslaringizdan chiqib qolyaptimi nasiyaga olganlarni? Maza qilib yeyapsizlar-ku nasiyaga olib. Vaqtida to'lab Kamera qo'yinglar. qo'yib qo'ying-da, o'shancha Kamera o'rib turibdi. Nizashda. Kamera turibdi uni qarab. Hozir isbotlab beraman hozir. Hozir isbotlab qo'yib beraman hozir. 200 ming oshib to'laysan hozir.